Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Efirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakursi ko'rsatuvi. Kinologiya xizmat itlari jinoyat va huquqbuzarliklarni fosh etishda o'rni beqiyos. Ular doim e'tibor va parvarishga muhtoj. Lekin kinologiya xizmat itlari ham xodimlar bilan birgalikda maxsus sinovlarni topshirishib, ularning topshiriqlarini qanday bajarishayotganligi ham nazorat qilib boriladi. Hozir namoyish etmoqchi bo'lgan lavhamizda kinologiya xodimlari o'zlariga biriktirilgan xizmat itlari bilan Samarqand shahridagi umumta'lim maktablarida targ'ibot tadbirlarini o'tkazib, o'zlarining mahoratlarini namoyon etishdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasi kinologiya bo'linmasi xodimlari Samarqand shahridagi xususiy maktabda yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda xizmat xodimlari tomonidan maktab o'quvchilarini ma'naviy axloqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, qolaversa yoshlar orasida targ'ibot ishlari olib borildi. O'quvchi yoshlar uchun qiziqarli bo'lgan mashg'ulotlar ham bajarildi. Kinologiya bo'linmasidagi mavjud xizmat itlari yordamida giyohvand moddalarni hididan aniqlash, is qidiruv va qurollangan jinoyatchilarni qo'lga olish, portlovchi moddalarni qidirib topish hamda shu kabi turli xil ko'rgazmali chiqishlar ko'rsatib berildi. Xizmat itlari tomonidan bajarilgan mashqlar, ayniqsa itlarning giyohvandlik moddalarini mohirona hidlab topishini o'quvchilar katta qiziqish bilan tomosha qildilar. Bajarilgan mashqlarni xodimlar va ularning xizmat itlari qoyilmaqom tarzda ijro etishdi. Kinologiya sohasida xizmat itlarining sifati va zotini yaxshilash, parvarishlash, zotdor xizmat itlari turlarini ko'paytirish hamda jamoat tartibini saqlash va jinoyatchilikning oldini olishda xizmat itlarining o'rni katta ekanligi haqida o'quvchilarga qiziqarli ma'lumotlar yetkazildi. Ular tomonidan berilgan savollarga kinolog mutaxassislar atroflicha javoblar qaytarishdi. Bugun kiberfiribgarlar aholini chuv tushirish maqsadida yangi nayranglar o'ylab topishmoqda. Lekin kiberfiribgarlarning maqsadi bitta, u ham bo'lsa sizning shaxsiy mablag'laringizni o'zlashtirish. Shu boisdan har qanday telefon qo'ng'iroqlariga aldanib qolmang. Hozirgi lavhamizni ko'ring va xulosa qiling. Yana bir fuqaro firibgarga aldanib chuv tushdi. U ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilib, ijtimoiy tarmoqda qo'l telefonini sotish evaziga 2 million so'm miqdoridagi pullarini o'zlashtirgan shaxsga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida yashovchi 25 yoshli fuqaro sodir etganligi aniqlandi va ushlandi. Fuqarodan jinoyat ishiga taalluqli bo'lgan ish hujjatlari xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Pastdarg'om tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan mazkur shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B-G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, internetdagi har xil ma'lumotlarga ishonmang. Kiber firibgarlardan ogoh bo'ling. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakursi ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Korrupsiyaga qarshi kurashish, uning oldini olish har qachon ham dolzarb vazifa hisoblangan. Bugun barcha sohalarda korrupsiyaning oldini olish, unga qarshi keskin kurashish borasida aniq chora-tadbirlar belgilab olingan. Quyida namoyish etmoqchi bo'lgan lavhamiz shu xususida. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda viloyat prokuraturasi rahbarlari ishtirokida migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimlari bilan yig'ilish o'tkazildi. Unda korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining 2025-yil 5-mart kuni korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligi hamda kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilishda Prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash borasida so'z yuritildi. Yig'ilishda so'zga chiqqanlar tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish bugun eng og'riqli nuqta ekanligi ta'kidlanib, bu ishlarga ichki ishlar hamda prokuratura organlari hamkorlikda kurash olib borishi lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, xodimlar o'rtasida xizmat intizomiga rioya qilinishi, qonunchilikka amal qilish hamda korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymaslik masalalari ham muhokama etildi. Yig'ilishda aytilgan masalalar yuzasidan aniq chora-tadbirlar belgilab olindi.
Prezidentimizning joriy yil 3-yanvar kunidagi 1-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizning barcha mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada Narpay tumanida olib borilayotgan ishlar haqidagi lavha ko'rsatuvimizni davom ettiradi. Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorini amaliyotga tatbiq etish maqsadida Narpay tumanida ham manzilli ishlar olib borilmoqda. Dastlab tuman ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkibi hamda boshqa mas'ullar ishtirokida xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi. Shundan so'ng tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i va hamkor tashkilotlar vakillari mahallalarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Sarbozor mahalla fuqarolar yig'inida xizmat olib borayotgan mahalla yettiligi faoliyati bilan tanishib, bu maskanda yashovchi fuqarolar bilan muloqotda bo'ldi. Shuningdek, savdo do'konlarida, ko'cha va xiyobonlarda, qolaversa, aholi gavjum maskanlarda mazkur qaror ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar o'rganildi. Samarqand turizm shahri, uning imkoniyatlari yildan yilga kengayib bormoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari o'z vazifalarini mas'uliyat bilan amalga oshirmoqda. Bugun shu mavzuda suhbatlashish uchun soha mutaxassisini taklif etganmiz. Demak, tanishtirib o'taman, bugungi suhbatdoshimiz viloyat ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi katta inspektori Timur Kadirov. Timur aka, assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Timur aka, mana kunlar ilib Samarqand shahriga turizm oqimi jadallashib ko'payib bormoqda. Xo'sh, bu jarayonlarga tayyorgarlik qanday ketmoqda? Albatta xabaringiz borki, yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari bilan aynan turizm faoliyatini rivojlantirish bo'yicha bir qator farmonlar imzolandi. Shu yo'nalish bo'yicha yurtimizda aynan turizm potensiali rivojlangan viloyatlarimiz kesimida ishlar jadal rivojlanmoqda. Xususan, bizning xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi xodimlari kundan kunga viloyatlarimizda ko'paymoqda. Xususan, yaqinda Zomin, Jizzaxning Zomin tumanida ham, undan tashqari Farg'onada ham kelgusida aynan xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi xodimlarini ushbu hududlarda ham xizmat olib borishlari yo'lga qo'yilmoqda. Xususan, har yili mavsum oldi bizlar bevosita xodimlarimiz bilan tayyorgarlikni kuchaytiramiz. Bunda darslarimizni ikkiga bo'lgan holda asosan huquqiy yo'nalish hamda tarixiy obidalar yo'nalishi bo'yicha bizlar darslarni faol olib boramiz. Bunda yanvar-fevral oylarida juda ham bizning xodimlarimiz darslar bilan shug'ullangan holda bevosita o'zining bilim ko'nikmalarini har tomonlama kuchaytiradilar. Bunda darslarimizda asosan tarixiy obidalar va ularning til bilish ko'nikmalarini bevosita yuqori malakali o'qituvchilar bilan tekshirgan holda ularni yangi mavzuga bevosita shay holda tayyorlaymiz. Va ko'rib turibsizki, hozirgi kunda Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi xodimlari Samarqandda joylashgan 14 ga yaqin turizm namoyish obyektlarida o'z xizmat faoliyatlarini olib borishmoqda. Xususan, o'z xizmat faoliyatlarini olib borishlari davomida bevosita ham xorijiy, ham mahalliy sayyohlardan kelib tushgan murojaatlar asosida joyida bevosita ularga nisbatan sodir etiladigan huquqbuzarlik hamda jinoyatlarni oldini olish, to'g'ridan to'g'ri ushbu hududlarda faoliyat olib borganda kriminogen holatlarni mo'tadil tarzda muvozanatini ushlagan holda bevosita o'z faoliyatlarini olib borishmoqda. Bunda ularning aynan xorijiy tillarni bilishlari juda ham qo'l kelmoqda va ko'plab jahon sayyohlarining e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, darslar tashkil etiladi deb. Demak, bu darslarga tarixchilar, olimlar ham jalb etiladi. O'sha tarixni yaxshi bilish kerak, noto'g'ri ma'lumot bermaslik uchun. Albatta, bizlar Samarqand davlat muzey qo'riqxonasining bir qator tarixiy yo'nalish bo'yicha olimlari, xususan arxeologiya institutining bir guruh olimlari bilan hamkorlikda darslarni tashkil etganmiz. Undan tashqari, xususan boshqarmada o'zim bir nechta tillarni bilganligim uchun til yo'nalishi bo'yicha xodimlarimizdan imtihonlarni bevosita olgan holda yana Samarqand davlat chet tillar institutining malakali yuqori aynan darajaga ega bo'lgan o'qituvchilarimizni ham bizlar o'sha imtihon jarayonlarida jalb etganmiz.
Bir yil davomida necha marotaba imtihon jarayonlari bo'ladi? Yil davomida bizlar 2 marotaba imtihon jarayonlarini amalga oshiramiz. Bu qish oldi hamda qishdan oldingi o'sha sentyabr oylarida yana bir marta o'sha kuz faslida mavsumdan oldin tayyorgarligimizni yana bir kuchaytirib olamiz. Bunda nafaqat aynan til bilish ko'nikmasi, tarix, balki ularning aynan to'g'ridan to'g'ri ichki ishlar xodimlari bo'lganligi uchun aynan bizning ichki ishlar tizimidagi qaror farmonlar, qonunlar, huquq yo'nalishlari bo'yicha ham darslarni kuchaytiramiz. Timur aka, sizga bermoqchi bo'lgan savolimiz yana biri, mana shu turizm politsiyasi deymiz, xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi xodimlari turistlarga qaysi yo'nalishlarda xizmat ko'rsatadi? Albatta xabaringiz borki, aynan turistlar bilan bog'liq bo'lgan barcha jabhalarda bizning xodimlarimiz juda ham faoldir. Xususan bu asosan turizm namoyish obyektlarida, undan tashqari mehmonxonalarda turli noxush holatlar yuzaga keladigan bo'lsa va shu bilan birgalikda faqatgina noxush holatlar bilan emas, balki ularga yo'l ko'rsatish, yo'l boshlovchilik, to'g'ridan to'g'ri joiz kelsa, har bir tarixiy obida bo'yicha ham tarixini ular bilgan xorijiy tillarda ham bevosita tushuntirib berib, aynan shu yo'nalishda faoliyatlarni olib borgan holda aynan demak turizm namoyish obyektlari kesimida havoning issiq kelishi yoki aynan asosiy tashrif buyuruvchilarning o'sha yoshini kattaligini hisobga olgan holda turli xil o'sha birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha aynan tez tibbiy yordam xodimlarining kelishigacha bo'lgan vaqt oralig'ida bizlardagi bor sharoitdan kelib chiqqan hollarda mana shunday noxush holatlar bo'ladigan bo'lsa, bizning xodimlarimiz ushbu jarayonda faol qatnashib ularga tez tibbiy yordam ham bevosita ko'rsatishadi. Yana bir so'ramoqchi bo'lgan savolimiz, mana shu tashrif buyurgan sayyohlar biron bir buyumlarini yo'qotib qo'ysalar, ularga nisbatan huquqbuzarlik sodir etilsa, 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiladilarmi yoki xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasining o'zining ishonch telefoni yoki navbatchilik qismining qo'ng'iroq qiladigan alohida telefonlari mavjudmi? Albatta juda ham shu o'rinda o'rinli savol berdingiz. Chunki aynan tashrif buyurayotgan barcha sayyohlarimiz bevosita to'g'ridan to'g'ri bizda ichki ishlar tizimida joriy etilgan 102 tizimiga ham qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bu bevosita bizning navbatchilik qismi telefon raqami bilan integratsiya qilingan va bizning navbatchilik qismi xodimlarimiz bevosita ular ham xorijiy tillarni mukammal bilishadi va aynan murojaatchining murojaati yuzasidan ularning murojaatlarini qabul qilib olishadi. To'g'ridan to'g'ri bizning o'sha xizmat olib boradigan hududlarimiz xususan turizm namoyish obyektlari hududlarida xizmat joylarimizda bizning ichki navbatchilik qismi raqamlari ham belgilangan. Shu o'rinda yana bir marta ushbu raqamni eslatib o'tsam, 66lik kod 223 53 54 raqamiga bevosita telefon qilishsa, bu bizning Samarqand Ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasining navbatchilik qismiga tushadi. To'g'ridan to'g'ri bizning navbatchilik qismi xodimlari bilan aloqaga bo'lgan holda ularga o'z murojaatlarini qoldirishlari mumkin. Yana qo'shimcha ravishda shuni alohida aytish joizki, bizning xodimlarimiz aynan xabaringiz borki, yaqin so'nggi yillar ichida Samarqand Azim shahrimizda juda ham ko'p xalqaro tadbirlar o'tkazilmoqda. Aynan 2025-yil hisobida ham Samarqand shahrida o'tkaziladigan tadbirlar talaygina va ushbu tadbirlarga juda ham mukammal tayyorgarlik ko'rish uchun bizning xodimlarimiz tunu kun shay holda o'z xizmat vazifalarini amalga oshirmoqda. Timur aka, berib o'tgan ma'lumotlar uchun sizga rahmat. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Xo'p bo'ladi, rahmat. Yana ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizlarga xabar bermoqchi bo'lgan lavha va reportajlarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.